Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa bizda Qazarsiq yerine geldik. Bu yere İsmail Eyshan Progress deb aytiladi. Banımızda sho'raxonaning ham başı. O'ng tarafimizda maktab joylashgan. Ban tarafdan press tarafdan gelinadi. Şurada birinchi ugolovой joyimiz. Bu yere bir dana aynalı variantda kapalak eshigimiz o'rnatib berdik. Bu yere keyin bir dana demir eshik o'rnatib berdik. Yarım eşikimizni balandligi 255, enine 120. Eşikimizni dizaynerini görüp baxa berasizlar yurtdoshlar. Dum ajoyib dubayskiy formada yangi chiqqan dizaynda chiqdi bu. 1.2lik listadan ishlab berdik. Ustuna gravatekslari, gruntovkalari, abzatini dayva kraskalari urilgan. Qullaflari 3 qullafdan qo'yilgan. Ashik-mashqlari Qullaflar ham eng oxirgi modelda pachlikli, yaxshi firmenli narsalardan ishlatildi. Nijoykalari nikel svet bo'ldi. Shunga mos ravishda sho'rlarni kraska sepib, promogalardan payda ketib ishlab berdik. Do'stlar, buni listlarni aytib o'tdik. 1.2lik list dedik. Arka taraflari shumkali, shumalizatsiya bo'lgan, ichini 3 litrlar solingan. Arka taraflari alikafon, zamoqlari so'ra kilit, telari, paroqlaran profil, hamma joyi steklavatlar bilan diqilib çok ketib ishlangan. Açıp yapılışını görüşünüz mümkün yine. Kolunu ucunda açıp yapılan. Hurmatli kuzatuvchilar, shundan Xudo xolasa sifatli, yaxshi hamyonbop ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Do'stlar, hayit oyida, ro'za Ramazon oyida bizda bir dana eshik, akva eshik bilan bir dana portcha bonus qilib berdik. Bir planoy akva oynasi, demir eshiklari hamma narsasini o'rnatadigan bo'lsa, shuni bonusimizni qilib beramiz dedik. Buni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 8 dana akva oyna o'rnatildi, 4 dana demir eshik o'rnatildi. Videomizni oxirigacha ko'rib boring, yana sizlarga sifati bilan tanishtiramiz. Yana bu eshigimiz terasa deb aytiladi. Do'stlar, bu yerda azonda yerimiz, ozgina charchadik, alashtirmaysa ozgina kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, uzrli. Do'stlar, 15 santimlik kanizlar bilan chiroylatib, ustini koronalarni ham 18 santimetrlik kanizlardan urib berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, aynalarni ramlari mokri asfalt bo'ldi. Eshigimizning ramlari, hamma joyi kraskalari mokri asfalt bo'ldi. Shishalarni ikkisini passiv etib, yodovidan solib berdi klientimiz. Shuning uchun hammasini yodoviy qilib berdik. Lekin yodoviy ham dum ajoyib chiroyli olib tushadi ekan. Fordviy solardik, bilardingizlar. Pepinni bilan yodoviy, Fordviy bu seviyada dumatli ishni tushib turadi ekan. Zamoqlarimiz shu so'ra kilit, yaxshi zamoqlardan dugalarni ko'rishingiz mumkin. 4 taraflari ham, 3 taraflari ham ajoyib etib bichib ishlatilgan. Gipkadan. Açıp yapılışına qarang. Bu eshigimiz ham 3 dan qullaflar qo'yildi. Arka taraflar alikafon, profillari shu aytilgandek hammasi izolyatsiya bo'lgan. Bular ham shumka urilgan. Görüşünüz mümkün. Aynalarımıza keladigan bo'lsak, aynalarimiz 7000 seriyada qalini 7lik, içinin metallari Chistin 1.2likdan diqilgan do'stlar. Buni zakaz bilan seximizga borib ko'rsangizlar bo'ladi. Garantiyasini beramiz. Kelgan vaqti tushunadigan odam bilan tekshirib olsangiz ham bo'ladi. İşimize sifati bilan garantiya. 2 kat stekla paket bo'ldi. İçeri tarafı ak, tashqari tarafı yodoviy. Germetiklari stekla paket etib chiroylatib ishlangan. Do'stlar, endi sizlarga hammasini ko'rsatib boramiz. Mehnatimizni qadrlab, Xudo xolasa bir like bosib, bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, do'stlar podдержка etib turasizlar degan niyatdamiz. Yana maktabmi dushu. Bu yerda 1 ayna. Tashqarida 3 ayna. 4 ayna.
Hazır yan taraftakilerini gösterdim. Hürmetli kuzatuvchilar, yine görüşünüz mümkün. Bu eshigimiz ham balandligi 220, enini 120. Eshigimizni görünüşünü o'zingiz bahobar bering. Xudo xohlasa bellarni, suvoqlarni, fasadlarni bergandan keyin eshigimiz o'zi baho berib turadi joyi. Yine açıp beklenişini görüşünüz mümkün. Eshikning qalini salkam 5 cm oldu. Arka taraflar mikrofon. Kulakları 3 tane. Yine bana 2 ayna kurulgan. Bunlar ham hammasi mokri asfalt oldu. En yaxshisidan beni banesini aynaları bonus oldu. Bularni aynası öz yerine keldi. Shuning uchun pastroq etib o'zim qurdiraman dedi. Yine bir ayna, 3 ayna, 4 ayna, 8 ayna bir joyda bor ekan. Eshigimizda balandligi 220, enini 95. Hava 95 hadi. Kennezleri 15 cm, high-tech uslubunda pramogalar bölüngen, koronaları 18 cm. T'leri, paroqları profil, 3'ten kulaklar koyulup Dubai stilde işlendi. Hürmetli kuzatuvchilar, endi sizlarga skitchani ko'rsatamiz. Elibdilar. Hürmetli kuzatuvchilar, aytilganidan skitchalarimiz o'z vaqtida olib borib o'zimiz beramiz, topshirib qaytamiz. Lekin bizlarni podpischilarimiz uchun podpisçik bo'lishimiz afzallikni kerak. Kuzatuvchilar, aynalarda hammasida setkasi bor, 8 aynadan setka bor. Setkasini bonus etib berdik. Padagoniklarni o'zlari pul to'lab oldirdilar. Ularning ham yerda o'zi sekkalar ham pul. Bizda sekkasini bonus etib berdik. Shu bir dana eshik bilan bir dana portishkasi bir joyga podarka bo'ldi. Görəməz, yine adli eşik emas. Banimizin eşiği plastik, kalını 6 cm, rezinkaları hemen əsəsi taşkartı görünmüydü, içeri görünmüydü ayna. İçeriden zerkal ayna salıp verdik. Üzerine görüp işlədə verdiler. Bu da xalasa xizmətlər olsa müraciət etməlisiniz. Hürmetli kuzatuvchilar, yine klientimizden soruyumuz şu eshiklarimize hisob kitob bo'lgan vaqtda bir eshikni bonus etib berdikmi aynasi bilan? Hali bir portishkasini bepul berdilar, eshigini bepul berdilar, setkasini bepul berdilar, ko'nimdagi dinatib, skidkayatib berdilar. Tangri arkasini barakat topsinlar. Rozimisiz? Rozim, hammaga tavsiya etaman shuni. Yana hali ukamlaring ham uyi bor, ular ham zattirjak urib o'tiribdilar. Rahmat, to'ylar ochib ketmang. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizda yana hammasi realniy bo'lib turibdi. Ha. Ne xizmatlaringizlar bo'lsa, shu odamiz. Telefon raqamlarini qo'yamiz do'stlar.